Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayyi tor televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Donald Trump tərəfdarlarının 6 yanvar günü Amerika parlament binasına besib kirişi bütün dünyanı dəhşətə düşürdü. Xəvərlərdən məlum bo'lishicha parlament binasiga qilingan hujum jarayonida yuz bergan to'qinishda 4 kishi o'lgan, 52 kishi qo'lga ilingan. Shundaqla parlament binasining yaqinida portlatqich buyumlar bayqalgan. Vaqadan keyin Washington shahrida insonlarning ko'chaga chiqishi cheklandi. Nyu-York shahridan 1000 nafar xalq muhofizat qo'shini jiddiy turda Washingtonga yetkab kelindi. Butun g'arb matbuotlari 6 yanvarni Amerika tarixidagi qora kun deb e'lon qildi. Washington Post gazeti bugun e'lon qilgan bosh maqolasida bu isyonning kelib chiqishiga bevosita sababchi bo'lgan prezident Donald Trumpning darhol vazifasidan ilib tashlanishi lozimligini bildirdi. Twitter shirkati Donald Trumpning Amerika xalqini isyon va g'alyonga tashviq qilganligini sabab ko'rsatib, uning Twitter hisobini darhol taqadi. Vaqadan keyin Oqsaroy so'zchisining yordamchisi Sara, Oqsaroyning sosial ishlarga mas'ul mudiri Ricky Nikita va Donald Trumpning xonimi Melania Trumpning shaxsiy kotibi Stephen qatorliqlar darhol vazifalardan iste'fo berganligini jakarladi. Matbuotlar hukumatdagi bu xil iste'folarning bugunmi davom qiladiganligini bildirmoqda. 6 yanvar kuni dal Amerika parlamentida Amerikaning muavin prezidenti Mike Pencening riyosatchiligida Amerikadagi prezidentlik saylamining natijasini muqimlashtirish yig'ini o'tkazilayotgan daqiqalarda Donald Trumpning tarafdorlari Oqsaroyning oldida to'planib, saylam natijasiga qarshi namoyish boshlagan edi. Donald Trump namoyishchilarga xitoban qilgan so'zida saylam natijasini aslo qabul qilmaymiz va irodamizdan aslo voz kechmaymiz deb ko'rsatgan. Orqadan minglagan namoyishchilar Amerika parlament binosiga yurish qilib, parlamentni qo'g'dayotgan soqchilar bilan shiddatli to'qinishga kirgan va qatma-qat to'saqlarni bo'sib o'tib, parlament binosiga bo'sib kirgan edi. Amerika parlamentining raisi, Demokrat partiyasining bo'lgan Nancy Pelosi xonim butun parlament a'zolariga yo'llagan maktubida bu voqeani demokratiyamizga qilingan nomussizlarcha bir hujum deb ko'rsatdi. Undan boshqa yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi, Yevropa Birligining mas'ullari, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining bosh kotibi, Angliya, Fransiya qatorliq ko'plagan g'arb ellarining mas'ullari bu vaqtda e'lon qilgan bayonotlarida Washingtonda yuz bergan voqealardan qattiq dahshatga tushganligini ifoda qilish bilan birga Donald Trump va uning qo'llovchilarini saylamning natijasiga hurmat qilishga chaqirdi. Isyon boshlangan hamon Amerikaning yangi prezidenti Biden jiddiy axborot e'lon qilib, prezident Trumpni o'zining qasamiga amal qilib, darhol ekronga chiqib Amerikaning asosiy qonunini mudofaa qilishni va o'zining tarafdorlarini isyonlarga darhol xotima berishga chaqirishni talab qildi. Orqadan prezident Trump ekronga chiqib, o'zining tarafdorlarini uylariga qaytishga va parlament binosidagi soqchi va bexatarlik xodimlariga hurmat qilishga chaqirdi. Garchi Washingtondagi isyon qisqa vaqt ichida kontrol ostiga ilingan bo'lsa-mu, ammo bu voqea Amerika demokratiya tarixidagi o'chmas bir dog' sifatida xalqaro jamoatchilikning qalbida ichinishli bir iz qoldirdi. Albatta, navbatda Uyg'urlar masalasi Amerikada eng yuqori pallaga ko'tarilgan bir paytda yuz bergan bu hodisa muhojiratdiki. Bo'libmi Amerikadagi Uyg'urlarni qattiq afsuslantirdi. Ular Amerikadagi prezident olmishining tinch va normal bir shaklda jarayon qilishini orzu qilmoqda. Uyg'urlar masalasi Amerikada partiyalar usti bir masalaga aylangan bo'lib, mayli Uyg'ur kishilik huquq qonuni bo'lsin, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzimiga qarshi qonun loyihasi bo'lsin, yoki Uyg'urlarga yurgizilayotgan bostirish siyosatlarida jinoiy javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash, Xitoy shirkatlariga embargo qo'yish, majburiy emgakdan kelgan mahsulotlarning Amerika bozorlariga kirishini cheklash, Beyontanni jazolashda bo'lsin. Bularning hammasi Amerikadagi demokrat va jumhuriyatchi partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishgan. Amerikaning yangi prezidenti Biden saylam kampaniyasi mazgilida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini tilga olgan edi. Dünya Uyghur qurultayyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining Turkiya bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining Turkiya parlamenti tomonidan rad qilinishini talab qilib boshlatgan siyosiy va diplomatik aloqalari Turkiyadagi har qaysi partiyalarga bevosita ta'sir ko'rsatishga boshladi va Turkiya hukumati Turkiya parlamentidagi o'qituvchi partiyalarning qattiq tanqidiga uchirmoqda. 4 yanvar kuni Turkiyadagi asosli o'qituvchi partiyalarning biri hisoblangan İYİ partiyasining parlament a'zosi, qonunshunos Feridun Baxshi apandi parlamentda qilgan so'zida Turkiya hukumatini Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchiliklar oldida sukutda turish bilan ayblab mundoq dedi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimiz tajovuzchi Xitoy hukumatining zulm va irqiy qirg'inchiligiga uchirmoqda. Sharq Turkistonliklar uzun yillardan buyon Xitoyning vahshiy zulmiga qarshi o'z oldiga kurash ilib bormoqda. Xitoyning bu zulmiy va irqiy qirg'inchiligiga butun dunyo qarshi chiqayotgan bugungi kunda afsuski Turkiya hukumati Xitoydan qarz pul olaman deb sukutda turmoqda.
Parlament a'zosi Feridun Baxshi apandi Turkiya parlamentida qilgan so'zida Turkiya hukumatining o'z fuqarosi bo'lgan Uyg'urlarga ega chiqmayotganligini misollar bilan tushuntirib, mundaq dedi. Turkiya fuqarosi bo'lgan ba'zi qarindoshlarimizning Sharq Turkistondagi urug' tuqqanlari Xitoyning iskanjisiga uchirmoqda. Turk fuqarosi Ömer Faruk apandi 2015-yili tug'ilgan qizi Zarifa bilan 2016-yili tug'ilgan qizi Zohidadan 1543 kundan buyon xabar olinmayotdi. Ömer Faruk apandi Turk fuqarosi ikki qizini qutuldirish uchun Turkiyaning munosabatlik organlariga shuncha ko'p iltimos sungan bo'lsa-mu, ammo javob kelmagan. Turkiya hukumati 5,5 million suriyalik panohlanuvchilarni haqsiz boqmoqda. Turk fuqarosi bo'lgan Uyg'urlar dush bo'layotgan bu muomalani qabul qilg'ili bo'lmaydi. Turkiya parlamentining bu sahnasidan ko'k bayroqqa salom yo'llayman. Undan boshqa yana shu kuni Istanbul shaharlik parlamentining İYİ partiyasiga mansub parlament a'zosi Ibrohim O'zxon apandimi parlamentda qilgan so'zida Turkiya hukumatini va munosabatlik idora jamiyatlarni Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lmadi deb tanqid qildi. U so'zini mundaq boshladi. Men yoqamga ko'k rangli lenta taqab so'z ilib, Sharq Turkistonda Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'ur qarindoshlarimning masalasini sizlarning diqqatingizga tortmoqchiman. Xitoyning jazo lagerlari va turmalarida 5 milliondan ko'proq kishi tutib turilmoqda. Shundaqla 21-asrning eng zo'r assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilikqa elib berilayotgan bugungi kunda Turkiya diniy ishlar idorasi nima uchun sukutda turadi? Diniy qarindoshlik qayerda qoldi? Prezidentimiz yoshlarning to'y qilishi to'g'risida bir gap qilib qo'ysa, barliq masjidlarda juma namozida bu vaqtda vaziyat etilyotdi. Ammo zulmga uchrayotgan Sharq Turkistonliklar haqida sukutda turmoqda. Diniy ishlar idorasini bu masalaga ko'ngil bo'lishga chaqiraman. İbrahim O'zxon apandi so'zining oxirida Turk dunyosi, musulmonlar dunyosi shundaqla butkul insoniyatni Uyg'urlarni qo'llashga chaqirib mundaq dedi. Hazrati Ali zulmni to'sib qololmasanglar, uni hamma kishiga o'ng'itinglar deb ko'rsatgan edi. Agar islom dunyosi yordam qiladigan musulmon izlayotgan bo'lsa, Sharq Turkistonliklar musulmondir. Agar Turk dunyosi yordam qiladigan turk izdasa, Sharq Turkistonliklar turkdir. İnsaniyat dunyosi yordam qiladigan inson izdigan bo'lsa, Sharq Turkistonda qatlamga uchrayotganlar insonlardir. Men diniy ishlar idorasining rahbarlariga shuni demoqchimanki, sizlar hukumatning emas, musulmonlarning imomi bo'linglar. Hukumatning so'zini jamoatga anglatmay, Xudoning so'zini anglatinglar. O'tgan yil tadqiqotchi Adrian Zinizning Sharq Turkistondagi majburiy emgak to'g'riliq bergan dokladida majburiy emgakka qatnashganlarning soni oz deganda 570 mingdan oshadi deyilgan bo'lib, butkul Sharq Turkistondagi umumiy sonning buningdan nechasi yuqoriligi faraz qilingan edi. 5 yanvar Amerikaning dongli taratqullaridan biri bo'lgan Axios Store'da Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakning ko'lami biz bilgandimmi keng nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, uningda ko'rsatilishicha Xitoy doiralari yaqinqi 2 yilda Sharq Turkistondagi lagerlarning qo'rsham temi ichida cho'ng tipdagi zavodlarni qurgan hamda 3 yildan buyon 100 minglagan Uyg'urni paxtazorliklarda ishlashga majburlagan. Buningdagi eng cho'ng sabab Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar dunyoning har qaysi joylaridagi mol ta'minlash halqasining eng foyda topadigan turlariga aylangan. Maqolada mundaq deyiladi. Tadqiqotchilarning tekshirish doklatidan ma'lumki, Xitoy hukumati Uyg'ur dehqonlarini namoratlikdan qutuldirish ora ostida ish maydonlariga to'p-to'p avatgan. Emgakchilarni xohlagan yerga yetkazish Xitoy hukumatining Uyg'urlarni kontrol qilish va ularni assimilyatsiya qilishdagi muhim vositasi bo'lib qolgan. BuzzFeed e'lon qilgan eng yangi dokladda bildiruvchi Sharq Turkistonda 100 dan ortiq cho'ng tipdagi lager bo'lib, ichidagi zavodlarning ko'lami 21 million kvadrat metrdan oshadi ekan. Bu zavodlarning yeniga 1500 dan ortiq shirkat joylashgan bo'lib, buning ichida necha o'nlagan shirkat chet ellarga mol eksport qiladi ekan. Yuqorqi maqolaning oxirida mundaq deyilgan. Yangi tekshirishlardan ma'lum bo'ldiki, Xitoy hukumati Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakning ko'lamini texmo kengaytmoqda. Ammo toki bugungacha dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar va shirkatlar iqtisodiy manfaatni birinchi o'ringa qo'yib kelmoqda. Amerika Sudi ishlari xabarlari to'rining 6 dekabr xabar qilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump yaqinda Xitoyning Alipay, WeChat va boshqa 6 app detalini cheklash buyrug'iga imzo qo'ygan. Mazkur buyruqda Alipay, kamera skanner, WeChat hamyoni, Shrit, QQ, Vimit, WeChat hisobi va VPS Off qatorliq yumshoq detallarda ilm berim qilish cheklangan bo'lib, bu app detallar Amerikaning davlat bexatarligi, diplomatik, siyosiy va iqtisodiy xavf yetkazdi deb qaralgan. Bu detallarning ichida Alipayni ishlatadiganlar 1 milliard 300 millionga yetgan bo'lib, ko'pinchisi Xitoydan kelganlar ekan. Bu buyruq imzolanib 45 kundan keyin kuchga ega bo'ladi ekan. Buningdan ilgari Trump hukumati WeChat, TikTok qatorliq app detallarini cheklagan bo'lsa-mu, amalga oshmagan edi. Hindiston vaqt gazetining oldingi kuni xabar qilishicha, o'tgan yili 12 oyning 10 kuni Afg'onistonning poytaxti Kabul shahrida tutilgan 10 nafar Xitoy shpiyoni Xitoyga qaytarilgan.
Afg'oniston davlat xavfsizligi idorasi bu 10 Xitoyni josuslikqa chetishlik jinoyat bilan qo'lga olgan bo'lib, ularning hammasining Xitoy axborot organi uchun ishlaydiganligi ma'lum bo'lgan. Afg'oniston hukumatı bu josuslarni qo'yib berish uchun Xitoyning kechirim so'rashini talab qilgan. Xitoyning bu shartni o'rinlamaganligi yoki boshqa va'dalarni berib, bu 10 Xitoyni qaytarib olganligi texi aniq emas ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda hech qanday bayonot bermagan. Bu xabarda bildirishicha Afg'onistonning yuqori darajalik bir amaldori bu Xitoy josuslari ichida 2 odamning Talibanga tava va terrorlik tashkiloti haqqoniy to'g'ri bilan munosabati borligini aytgan. Afg'oniston davlat xavfsizligi idorasining qarashicha bu 10 Xitoy josusi Afg'onistonda saxta Sharq Turkiston islom harakati tashkilotini paydo qilmoqchi ekan. Tahlilchilarning qarashicha Amerika hukumati ismi bor jismi yo'q Sharq Turkiston islom harakati tashkilotini terrorlik tizimligidan chiqarayotgandan keyin Xitoy buningga qarshi holda mazkur tashkilotning texi mavjudligini isbotlab, Uyg'urlarni qayta terrorchi qilib ko'rsatish uchun bu josuslarni ishga solgan bo'lishi mumkin ekan. Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlari sababli Amerikaning jazo va embargo qo'yishiga uchragan Xinjiangning Xitoy Kompartiyasining navbatdagi atalmish Xinjiang siyosatining yana davomlashadiganligini bayon qilishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini va andishini qo'zg'adi. Xitoy taratqullarining 5 dekabr e'lon qilgan xabarga qaraganda 5 dekabr atalmish Uyg'ur Abtonom rayonlik partikum tunji navbatlik nazariya o'rganish yig'ini o'tkazib, Xitoy Markaziy komitetining 3-navbatlik atalmish Xinjiang xizmati yig'ini ruhi va Xitoy raisi Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini o'rgangan. Yig'inga atalmish Abtonom rayonlik partikumning sekretari Xinjiang riyosatchilik qilgan. Yaqinda Xinjiang va Qo'rchoq rais Shuhrat Zokir qatorliqlar o'rganish ta'sirotlarini bayon qilishgan. Yig'inda Xinjiang atalmish Uyg'ur rayonining muqimligi va uzun muddatlik amilligini qo'g'dash uchun ideyaviy tonishni birlikka keltirish, normallashtirish mexanizmida chang turish, tashviqotni kuchaytirish, xizmatda dodil bo'lish, Jonxo millati engini kuchaytirish, islom dinini xitoylashtirish qatorliq bir qancha muhim nuqtani ta'kidlagan. Tahlilchilarning qarashicha Xinjiangning ideyaviy tonishni birlikka keltirish degani Xitoy Kompartiyasi va Xi Jinpingning yangi sotsializm ideyasiga bo'ysunishni kuchaytirganligini, normallashtirish mexanizmida chang turish degani navbatdagi bostirish siyosatini davomlashtirganligini, Jonxo millati engini kuchaytirish degani Uyg'ur qatorliq millatlarning milliy engi va diniy engini yo'qotib, ularni xitoylashtirganligini ko'rsatdi ekan. Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlarining Xitoydan yig'ib olish lagerlariga so'langan oila a'zolarining hozirgi ahvoli to'g'risida izohat berishni talab qilib, o'tgan yil 21 dekabr kunidan e'tiboran Istanbulning Sarıyer'dagi Xitoy konsulxonasining oldida boshlatgan norozilik faoliyati Turkiya va chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Ularning qattiq so'qib pisat qilmay har kuni degidek 7-8 soatlab elib berayotgan bu jasur harakati muhojiratdagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni cho'nqur ta'sirlantirdi va ba'zi allardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz ularning bu harakatiga madad berish va ovoz qo'shish maqsadida o'zlari turishli davlatlardagi Xitoy elchixonalarining oldida yuqorqi mazmunda namoyishlar uyushtirishga boshladi. Texi yaqindala Dunya Uyghur qurultiyining bosh taftishi Oblekim Idris, Qurultay Xitoy ishlari komitetining raisi Elshad Hasan Ko'kböra va Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim qatorliqlar Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlarining yuqorqi harakatiga ovoz qo'shib, Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi oldida norozilik namoyishi elib borgan edi. Yaqinqi kunlardan buyon Turkiyadagi ba'zi siyosiy partiyalarning asosliq mas'ullari orqa-orqadan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldiga kelib, Uyg'ur namoyishchilardan hol so'rashga boshladi. Uyg'urlar masalasini o'zlarining asosliq kun tartiblarining biri qilib kelgan Turkiyadagi o'qituvchi partiyalardan İYİ partiyasi Istanbul sho'basining raisi Bug'ra Qovunju apandim boshchiligidagi bir hay'at yaqinda Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldiga kelib, Uyg'ur namoyishchilardan hol so'rash bilan birga ularga madad bergan edi. 5 dekabr kuni yana Turkiya Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ apandi boshchiligidagi partiya hay'ati atoyidan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldiga kelib, bu yerda Xitoyga norozilik bildirayotgan Uyg'ur oila tavobatlaridan samimiy hol so'radi. Selçuk Özdağ apandi namoyish maydonida qilgan so'zida Xitoyni xalqaroning Sharq Turkistonda erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishga chaqirish bilan birga, Xitoy Uyg'ur arzdorlariga o'zining ishini oshmoqcha Turkiyaning Xitoy jinoyatchilarini o'tkazib berish kelishimini tasdiqlamasligi lozimligini, agar tasdiqlasa Turkiyaning Uyg'urlarning vaboliga qoladiganligini bildirdi. Selçuk Özdağ apandi bu vaqtda to'xtalib mundoq dedi: Turkiya Cumhuriyeti davlati Xitoy o'zining ishini oshmoqcha ular bilan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimini imzolamasligi kerak. Agar imzolasa vabol ostida qoladi. Tarix kechirmaydi, millat kechirmaydi. Sharq Turkistondagi mazlumlarning ohi ularning yoqasini qo'yib bermaydi. Buni bizning egimiz Allohmi kechirmaydi. Shunga bu kelishimni yig'ishtiring. Xitoyga aytingki, eshiklaringizni oching, ko'rayli. Hammamiz berib ko'rayli. Kelajak partiyasining bir mas'uli bo'lish sifatida menmi butun majlisdagi partiyalarning mas'ullarimi birga barobar berib, Sharq Turkistondagi masjidlarni ko'rayli. Lager bormi, yo'qmi ko'rayli.
G'oyib bo'lgan insonlarning birma-bir ismini chiqarayli. Turkiya Cumhuriyeti davlati bularni tekshirsin. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər pируграммисini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishayli. Xayr xo'sh.